Odilbek, kiyimlaringni kiyib chiq. Do'stlarimiz ekran ortida bizni kutib qolishdi. Adolatxon, kel bugungi darsimizni hovlimizda o'tkazamiz. Bo'ladi. Shu yerda o'tkazsak ham bo'ladi. Mavzumiz ham juda to'g'ri kelar ekan. Bolajonlar, bugun sizlar bilan atrof muhit va uni himoya qilish haqida gaplashamiz. Bu haqida Konstitutsiyamizning 49-moddasida aytilgan. Odilbek, bilasanmi? Bizni o'rab turgan tabiat har doim toza va sof bo'lishi kerak. Ekologiya qancha toza bo'lsa, kasallik kamayadi. To'g'ri aytasan. Axir tabiat bizga havo, suv, ovqat, hayot uchun zarur bo'lgan narsalarni beradi. Agar biz tabiatni asramasak, unga zarar yetkazsak, hayotimiz og'irlashadi. Shu sababli davlat tabiatni, ya'ni havo, suv va yerni toza saqlash uchun qoidalar o'rnatadi. Agar biz tabiatga zarar yetkazsak, nafas olish qiyinlashadi, suv ifloslanadi va odamlar kasal bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun davlat hammaga tabiat haqida g'amxo'rlik qilishni tushuntiradi. Bizni tomosha qilib turgan bolalar tabiatga zarar yetkazadigan bolalar emas. To'g'rimi, bolalar? Mittavoy, bu yerda tur. Sen ustiga yotib olganing uchun qaragin, rayhonlarning shoxlari sinib ketdi. Endi ularni qaytib tiklay olmaysan. To'g'ri, Adolatxon. Daraxtlar ham shunday. Hatto bitta shoxini sindirsang, qurib qoladi keyin. Daraxtlar bo'lmasa, bizni nafas olishimiz qiyinlashadi. Issiqda ularning soyasida dam ola olmaymiz. Shuning uchun daraxtlarga ham o'z do'stimizni avaylagandek munosabatda bo'lishimiz kerak. Hamma joy changib ketdi-ya. Ibn Sino bobomiz agar chang bo'lmaganda odamlar 1000 yil yashagan bo'lar edi degan. Men ham buni o'qituvchimizdan eshitgandim. Negadir shu qo'shnilarimizni ta'mirlash ishlari hech bitmaydi-da. Har kuni g'iqir-g'iqir. Dam olish kunlari ham tinchimizni buzishadi. Erta tongdan boshlab olishadi. Aslida hech bir qurilish fuqarolar osoyishtaligiga xalaqit bermasligi kerak. Tungi vaqtda soat 23:00 dan 6:00 gacha fuqarolarning osoyishtaligi buzilganlik uchun javobgarlik bor. Shu bilan birga qo'shnilar qurayotgan uy boshqa uyga quyosh nuri tushishini to'sib qo'ymasligi kerak. Bu tartiblar davlat tomonidan o'rnatiladi va nazorat qilinadi. Yangi uylar yoki maktablar qurishda davlat bu qurilishlar tabiatga zarar yetkazmasligiga e'tibor beradi. Bular atrof muhitni himoya qilish va odamlar sog'lig'i uchun juda muhim hisoblanadi. Yana davlat odamlarga atrof muhitni holati haqida ishonchli ma'lumotlar beradi. Bu orqali fuqarolar o'zi yashayotgan ekologiya qanday ahvolda ekanini va bu ularning hayotiga qanday ta'sir qilayotganini bilishadi. Bolalar, har birimiz yashayotgan shahar va qishloqlar bugun zamonaviylashib, chiroyli bo'lib ketyapti. Qurilayotgan binolarni ko'rib, ko'zingiz quvnaydi. Dam olish uchun xiyobonlar, ko'p qavatli uylar va boshqalar. Shaharlarni chiroyli qiyofaga keltirish ham rejali bo'ladi. Davlat buning ustida bosh qotiradi. Qurilish ishlari rejalashtirilayotganda jamoatchilik xabardor qilinadi va ularning ham fikrlari inobatga olinadi. Bu qoidalar ham Konstitutsiyamizda alohida belgilab qo'yilgan. Masalan, mas'ullar muhokama boshlanishi oldidan 10 kun avval muhokama bo'ladigan muddat va tartiblar haqida xabardor qilinadi. Muhokama natijalari esa televizor, radio yoki ijtimoiy tarmoqlardagi nashrlar orqali yoki bo'lmasam muhokamani o'tkazishga mas'ullarning saytida e'lon qilinishi mumkin. Bu degani bolalar, shaharlarning obod bo'lishi boshqalarga zarar yetkazmasligi, bunda ularning osoyishtaligi buzilmasligi kerak degani. Shaharlar, qishloqlarni chiroylashtirishda albatta ko'pchilikning fikri o'rganiladi. Odilbek, ekologik muammosi bor hudud qaysi bilasanmi? Yo'q, Mittavoy. Bundan ham katta global ekologik muammoli joylar bor. Bu Orol dengizimiz bilan bog'liq fojia. Orol dengizimiz yordamimizga, insoniyat mehriga juda ham muhtoj. Tabiatga o'z vaqtida yetarlicha e'tibor qaratilmasa, ahvol shu darajaga kelishi mumkin. Orol dengizining qurishi natijasida yoz faslida qurg'oqchilik va jazirama kuchayadi. Sovuq qahraton qish esa uzayganidan uzayadi. Davlatimiz Orol bo'yi mintaqasida ekologiyani asrash, uni tiklash uchun choralar ko'radi. Masalan, dehqonchilik uchun mo'ljallangan yerlar va o'rmonzorlarni tiklash, tuzlangan yerlarni tozalash va qayta foydalanish, sho'rlanishni kamaytirish bo'yicha ish olib boriladi. Orol bo'yi hududida aholining turmush darajasini yaxshilash uchun yangi ish o'rinlari yaratadi. Sog'liqni saqlash va ta'lim sohalarida yangi loyihalarni amalga oshiradi. Xalqaro hamkorlikda choralar ko'radi. Orol bo'yi mintaqasida yangi ishlab chiqarish korxonalarini ochadi.
qishloq xo'jaligi va turizmni rivojlantirish orqali iqtisodiyot imkoniyatlarini oshirish bo'yicha ishlar olib boradi. Orolbo'yi mintaqasini asrab-avaylash masalasi nega aynan konstitutsiyada kiritilgan? Bilasizmi bolalar? Chunki Orolbo'yini asrash katta ekologik va ijtimoiy ahamiyatga ega. Bu nafaqat O'zbekiston uchun, balki butun Markaziy Osiyo uchun fojia aslida. Orolning qurishi minglab odamlarni turmush sharoitlariga, ishlab chiqarish jarayonlariga va iqtisodiyot rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oldinlari bu joylarda suv ko'p, kemalar yurgan, baliqlar ovlangan. Hozircha mintaqada zaharlangan suv va sho'rlangan tuproq aholi sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Shu sababli bu muammolarga davlat darajasida juda katta e'tibor qaratilgan. Konstitutsiyada bu masalaning kiritilishi davlatning Orolbo'yi mintaqasini asrab-avaylash va uni rivojlantirishga uzoq muddatli majburiyatlarni belgilaydi. Orolning qurishi tufayli paydo bo'lgan tuzli changlar atmosfera orqali nafaqat O'zbekiston, balki Qozog'iston, Turkmaniston va hatto boshqa qit'alarga ham yetib bormoqda. Bu changlar havo sifatini yomonlashtiradi va odamlar, hayvonlar va o'simliklar dunyosiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Orolning qurishi suv taqchiligiga olib keladi. Shu sababli xalqaro tashkilotlar va Markaziy Osiyodagi davlatlar bilan birgalikda Orol muammosini hal qilish bo'yicha sa'y-harakatlar olib borilyapti. Aziz bolajonlar, ko'rdingiz-a, tabiatga e'tiborsizlik unga ziyon keltirish oqibati shunday og'ir vaziyatlarni olib keladi. Tabiatni asrashga davlatimiz qanchalik mas'ul bo'lsa, biz ham shunchalik mas'ulmiz. Masalan, gullar, daraxtlar eking. Ularni parvarishlang. Ular unib o'sgach, soyasida dam olasiz. Nafaqat siz, balki sizdan keyingi kelajak avlod uchun ham ular xizmat qiladi. Davlatimizda daraxtlar ekish umummilliy harakatga aylandi. Ushbu harakatga Yashil makon umummilliy loyihasi deb nom berildi. Bu loyiha xalqimizni birlashtirib, yurtimiz bo'ylab manzarali va mevali daraxt ko'chatlarini ekib, bog' yaratib, ekologiyaning yaxshilanishiga hamma imkoni boricha harakat qilyapti. Kel Adolatxon, biz ham Mushukvoy bilan birga daraxtlarga suv quyamiz. Sizlarga esa kelgusi darsda uchrashguncha deymiz.